Hozirgi kunda Xorazmda eng zo'r, eng ko'p sotilib turgan mashinalardan biri Leap Motors bo'lami, BYD bo'lami, Dipal bo'lami, xullas nom mashinalarsiz ham Chexol City'ga keladigan bo'lsangiz ko'ribsiz, nakitkaning assortimentini qaranglar. Har xil nakitkalarimiz bor, to'g'rimi? Keyin xohlasangizlar Chexol desangizlar Chexol, bu yerda Dipalniki deysizmi, Leap Motors deysizmi, taqlanib turgan BYD'ning har xil rassetkalari bor. Sifatlar ham premium sifat bo'ladi, kelib o'sha ko'rib bahosini baraverasiz. Keyin polik kerak desangizlar, polikdan turishini qaranglar. Har xil rassetkalar taqlanib turibdi. Sizning mashinangizga moslatib taqlab beramiz, xudo xolasa, pod zakaz yana rassetkalar qaranglar. Har xilisidan bor. Gazon desangizlar gazon, evakor desangizlar evakor. Xullas, bu narsalardan muammo bo'lmaydi, nakitkadan muammo bo'lmaydi. Ko'rib turasizlar, hamma narsani akkuratlantirib taqlab kelasiz, ko'rasiz. Masalan, mana ko'rib turasizlar, katalog bor. G'oladan döşəş kerak desangiz, g'olam döşəb beramiz. Kojadan desangizlar, kojam ketadi. Evakor desangizlar, evakor ketadi. Xullas, kelasizda, yana lilara ketadi. Shunday zo'r bir poliklarimiz bor. Rassetkalar. Qorasi desangiz, qorasi bor. Kiyalar ham yetib qoladi. Xullas, yon tarafda esa Chexolladukda har xil mashina. Plus hamma narsani olgandan keyin bagajda akkuratlantirib narsalarni saqlash uchun shunday sumkalar kerak bo'lsa, bemalol kelaverasizlar. Bagaj sumkalar ham keng assortimentda taqlab qo'yibmiz. BYD'lar uchun displey, Chevrolet displey, Motor displey turishmagan rassetkasini mo'shlatib chiqqan. Kattasi desangiz kattasi, oddiy podushkani o'zi. Xullas, bir gap bilan aytganda, kelasiz, ko'rasiz, zo'rini olib ketasiz.